Oyijon, Voy, ha. qarang, biz yana shunaqa trend olaylik. Ha, bitta biza qoldi shunaqa. Xo'pmi? Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Nima ichimda rosa gaplar to'lib ketdi. Sizdan bunaqasi? To'ylar oldin yaxshi ko'rgan ko'ylagingiz bor edi. O'shani topolmay qidirib yuruvdingiz, sizdami? Qaysi biri? Ana to'rdingmi? Ha. Qani topildimi? Yo'q, men uni kir mashinaga soldim, titilib ketuvdi, keyin tashlab yubordim. Oyijon, gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. Ha, mayli. Ha, bultur 14-fevralga Elizmanga siz bilan atrof yuvdi. Fransuzga esingizmi? Yo'qolib qolgan atirimmi? Ha, o'sha yo'qolmagan. Men uni olib Siringa podarka qilib olganman. 8-martga. Eshitamiz, muhokama qilmaymiz. Xo'p, oyijon. Uch oy oldin mazam yo'qdi, uyimga ketuvdim-ku. Keyin 4 kun qolib ketuvdim. Ha, men ruxsat berdim. O'shanda men kasal bo'lmaganman. Qarindoshimizning to'yini, challarini ham o'tkazib keldim. Gapiramiz, lekin muhokama qilamiz. Ha, 6 oydan arada ketib oldingiz-ku uyingizga. Eslami? Qanaqa turib kelsiz? O'shanda men o'g'limni oldingi yurgan qizga telefon qilganman. Qaytsang, to'y qilib beraman deganman. Ha, u menga yengil emas, oyijon. U menga telefon qilganda, qaynonangga aytib qo'ygan. Birinchisini dodini, ikkinchisi bersin degan. Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz, oyijon. Shunaqa ekanmi? Ha, bo'lmasa eshiting. Bu tug'ilgan kuzga kelgan dubayskilar bor, 4-6 oy zot degan. Ha? Kimsiga berib narsa to'qib yubordim bu dedi, yengiligida. Yo'q, undachi ko'pi to'qib olganman, sizda qaldaganman. Kimsiga yo'qolmagan. Men uni kuyovimni tug'ilgan kuniga olib berganman. Ana. Eshitamiz, muhokama qilmaymiz. Oyijon, qanaqa mani onam menga qilgan narsani? Eshitamiz, muhokama Yo'q, qilmaymiz. muhokama qilamiz, oyijon, bu narsani. Muhokama qilmasa bo'lmaydi. Mana ko'ylak muhokama qilmasa bo'lmaydi, kim shu tiqib qo'yingiz, xo'pmi? Men ularga tilab qilmaganman. Voy, atoyga ikkilar bor, ikkilar adilab pas, Siz menga ruxsat berganingizga e'tibor berardi. yo'q, bo'lmasa oyisining gilamlarichi, men shu yerga keldimmi, buni men dasturga qilaman. Hatta nima? U mani onam qilgan narsani siz bizada bu trendda. Qanaqa gapirib oldim? Bekor boshlanma. Mana Durdona kelinimi, shahardan kelgan Durdona kelinimi qishloq sharoitiga o'rgatyapman. Suv erigandan keyin qo'ying. Suvga sekishlaylik, qo'ying. O'g'rikan. Qo'ying, bu Zoyaga, sigirni otib Zoya. Zoya! Saçı kara balon yarımın saçı kara. Hadi mana shu yengi keling, senga suv olib beradi. Hozir yaqindan tushsin. Mana bu tovlaga oling. Tipa. Qani. Voy, kizlaringizlar shunaqa maza qiladi, eridi. Vah, meni xotinim shundoq qishloqqa kelib, hidaya do'ziga kelibdi deydi. Qo'ying. Zoya! Anu qo'ylarimga anu. Bora! Ha, senga ham suv olib beradi. Yaqinda Durdona deb ot qo'yasiz. Ana! Shunga odamzada qasd ketsa, Sigiringizga. Qaltesi chaqqon. Oyijon, o'g'lingiz kasalib ko'tarildi. O'g'lim vaqtida ko'targan, siz qishloq sharoitiga ko'nikaman deb kelgansiz. Uyimga ketaman. Voydod, bunaqa sharoitda eram kerakmi? Hay, to'xting. Agar shu sharoitga qo'ysiz, o'g'lim ham sizniki. Qayting. Rostdanmi? Mayli, qaytaman. Ha, qaytmaysan. Er berma, jon berma. Sen hali qaytgan, qishloq sharoitida ko'rsamasam. Bugun qaynonamga bir boshqa ko'z bilan qaradim. U yolg'iz ayol, ersiz, 2 farzandni o'zi oyoqqa qo'ydi. Hayot qiyinchiliklari ularni shunchalik zahar qilib Aman ozgina sabrli bo'lsam, ular shunaqa yaxshi ayolliklarini ko'rsam bo'ladi-ku. Hozir ularni shunchalik yaxshi ko'rib ketdimki, mana hozir aytaman. Oyijon, men sizni yaxshi ko'raman deyman. Oyijon. Ha? Ko'zingizni loqqa etib qarab turibsiz menga. Ha? Voy, gapira qoling. Qo'y. Umuman gapirmay, hozir tayinliga gapirmaysiz hozir menga, xo'pmi? Voy, oyijon, oyimga borsam maylimi? Voy, oyijon, magazinga borsam mayli. Boring, ishingizni qiling. Boring.